Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Rozu Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü 2020 yıl 9. ayının 24. günü. Şundak mı ya? 24. günü. Hepteki Perşembe. Müştistan unutup geçiren vatandaşlar. Perşembe. Bugünkü vaziyettin gap kıladigan bolsak, birinchi cümlede vatandaşlar şundaq gap yaqin tunigun Tayvan Tashqi ishlar ministerligining ministri biz aldirab Amerika Qo'shma Shtatlari bilan diplomatik munosabat o'rnatamiz demidik deb keyniga bir qadam yondi. Bu bir jumla haqiqatan salmog'i eg'ir bir jumla bo'ldi. Buning sababi nima? Hozir tahlil qilg'ichilar, analiz qilg'ichilar yetib kelmadi. İkincisi, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yaqinda New Yorkda Xitoy konsulxonasida yuz bergan vaqa. Ya'ni bu yerda bir Tibetlik jasos qo'lga olindi. Shuningga munosabatlik oldi bishorat berib, bundan keyin texmi shundoq delollarni ko'plab o'tirg'i chiqiramiz, ya'ni Xitoy jasoslarga zarba beramiz degandek bir bishoratni berdi. Bugünkü vaziyeti ana şu. Anadaki yana birisi hemen demedim bu. Vaziyetten yana bir alaydaki Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli armiyasi jurnalda maqola e'lon qilib, Qurolli armiyaning Tayvanga qaytib berishini taklif qildi. Agar buni ikki qatim anglatgan bo'lsam, rozi bo'linglar, yana anglanglar vatandaşlar. Vaziyet ana şu. Tuyuqsiz to'g'ri betida bir xabar chiqib, hozir Xi Jinping soğuk munosabatlar urushini muxolamaydi, qiziq qurollar urushini muxolamaydi degan bir gap o'tirg'i chiqdi. Vaziyat shunday ketyapti, hurmatli vatandosh. Andim bugun sizlarga so'zlaydigan eng muhim leksiyamiz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampning bu qatam Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida so'zlagan nutqi. Bu nutqning oxiridagi bir ikki jumla shunday chiroyli tushibdi, hayron qolasiz, tahlil qilib olasiz, hurmatli vatandosh. Avval birinchi leksiyani boshlaymiz. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo kelarki nishon Jungo Kompartiyasining New York shahrida turishliq konsulxonasi ekanligidan bishorat berdi. Mavzuli xabar 9 ayning 24 kun Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tünükün davamını hadi sözlerimiz degan edik, mana shu vatandaşlar. Yaqinda New York shahridagi soqchi idorasining bir nafar soqchisi, Tibetlik soqchi, ya'ni Jungoloq, mana yana bir tarafi Jungoloq Ang Wang, Jungo Kompartiyasiga yordamlashib, josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanganligi uchun New York shahrida qo'lga olindi. Şu yerlik, yani New York şehirde yaşayotgan Jungoluklar jamiyati zilzilaga keldi, parakende bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 24 kuni bishorat berib bundoq ko'rsatdi. New York shahrida turishliq Jungo konsulxonasi Amerikada josuslik faoliyatlarini qanot yaydiradigan muhim tugan. Bundan keyin texnik ko'p Jungo diplomatlari va josuslari qo'lga olindi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 24 kun New York pochtasi gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Jungoning New York shahrida turishliq konsulxonasi shug'ullanadigan faoliyat normal diplomatik faoliyat doirasidan olqib josuslik faoliyatiga o'zgardi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana sobiq istixborot amaldorlarining so'zlaridan naql keltirib, ogohlantirib mundaq dedi. Jungo amaldorlari dal hozir Amerikada, shtatlarda shahardarchilik tashviqot faoliyati bilan shug'ullanyapti. Hamda New York konsulxonasini intayin jonlangan siyosiy faoliyat markazi qilib belgiladi. Bu yıl 2. ayda Chicago'da, tünükün Chicago'da ahırlaşkan tuğa hemen. Bu yıl 2. ayda Chicago'da turuşluq Jungo konsulxonasi Wisconsin ştatlar parlament a'zosi Ross bilan uchrashdi.
ve onun Cungo Kompartiyasının jıqımlıq virusini bir taraf qilishini madiyalab qaror chiqarib berishini talab qildi. Parlament Wisconsin, shtatlik parlament a'zosi Ross Cungo Kompartiyasi sarang bo'pti deb atadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 7-oyda mundaq dalillagan. Amerikada 24 dan ortiq shaharda Cungo Kompartiyasi konsulxonasi dal hozir o'quvchi qiyofatiga kirib olgan Cungo Kompartiya harbiylarining josuslik faoliyatlariga yordamlashyapti. Deganlik 24 soatda, 24 shaharda konsulxona bor deganlik emas. Ayrım Cungo'nun konsulxonaları Amerika'da 24 shaharda faoliyat qilyapti degan. San Fransisko turishliq Cungo konsulxonasi, New York shahar turishliq Cungo konsulxonasi josuslik faoliyatlarining bo'shigi deb belgilandi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Cungo Kompartiyasining singib kirishi taraqqiy qilib New York Manhattan'dagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh shtabiga kirib keldi. Cungo Kompartiya doiralari New York soqchi idorasidagi An Wang'ning ya'ni Tibetlik josuslik faoliyatlarini inkor qilgandan keyin davomli mushundaq delillar yuz beramdi deb qo'yilgan savolga davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq javob berdi. Mutlaq shundaq bo'ladi. Kishilar ko'rib o'tgandek yolg'iz New York soqchi idorasidagi delillar emas. Biz Adliya Ministerligining nurg'un shundaq delillarni ishlaganligini ko'rdik. Biz Adliya Ministerligining Cungo'ning josuslik faoliyatlarini davomli surishda qiladiganligiga ishonamiz. Kelgusida texnik ko'p delillar ishlanadi.